165 talik greyderni boshqarish haqida gaplashamiz. Eng avval massani qo'shamiz. Kapotni ochish ushbu qismdan amalga oshiriladi. Akkumulyatorlar bu yerda joylashgan. Ish boshlashdan oldin motor moyini tekshirish mumkin. Gidravlika moyini ham shu yerdan kuzatsa bo'ladi. Korobka moyini bu yerdan tekshiramiz. Greyderni ishga tushirish uchun avtomat. Tormozni bosib turib, keyingina kalitni burash kerak bo'ladi. Avval zamokni ochdik. Tormozni bosdik va zavod qilamiz. To'xtab turish tormozini bo'shatamiz. Uzatmalar qutisi avtomat. Knopkani bosib oldinga, orqaga yursa bo'ladi. Juda ham oson va qulay. Atvalni o'ng tomonga ko'tarish. Atvalni chap tomonga ko'tarish yoki tushirish. Ikkalovini baravar ko'tarish yoki tushirish mumkin. Atvalni o'ngga yoki chapga burish. Old g'ildiraklarni qiyalatish. Orqa g'ildiraklarni burish. Oldingi atvalni ko'tarish va tushirish. Atvalni burish. Atvalni yotqizish va turg'izish. Atvalni o'ngga yoki chapga chiqarish, kirg'izish. Orqa rixilitillari. Tushirish va ko'tarish. Atvalni burish. Konditsionerni bu yerdan yoqsangiz bo'ladi.